Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Yana dazmol doska to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Plastmassalarimiz keldi. Mana qo'ydik. Har bittasiga shu rang-rangiga qilib mana shu yig'ilish sistemalari. Bundan tashqari rozetkamiz ham почти tayyor bo'lib qoldi. Hozir Turkiyadan mana bu detalimiz kelyapti. Orqada prujinasi bo'ladi. Mana buni ochilib yopiladigan. Rozetkamiz ham tayyor. Mana kabellari ham quyma bo'ladi. Hammasi zavodskoy. Keyin bir secheni dazmolni bemalol ko'taradi, tefal nimagadir ishlatsangiz ham ko'taraveradi, choyni ham bemalol qaynatib beraveradi. Xo'p. Mana modellarimizda ham bo'ladi bu narsa plastmassa. Keyin mana bu 38 ga 120 modelimizda ham bo'ladi. Orqa tarafdan ko'rinishi mana orqa tarafdan ko'rinish. Hozir o'sha qizil rangi tayyor bo'lgan ekan, shunga faqat qizil probka qo'yganimizga qo'yib tekshirib ko'rdik. Bu o'zi aslida mana mashinasini yopishga. Mana hammasi svarka moshniy bo'ladi, svarka tag'in nomi ko'rib turib buni qo'yibdi degan gap bo'lmasligi uchun ko'rsatilyapti. Bu yana ham tovarga vid berishga. Buni rol o'ynagan narsasi faqat tovarga vid berish. Boshqa unaqa nimasidir ushlab turish, boshqa narsa yo'q bu yerda. Mana qo'shimcha yana ham qulaylik chiroy yaratadi shu har bitta tovarda o'ziga yarasha. Xudo xolisa o'sha tez kunda savdoga chiqaramiz hammasini. Kabellarimiz ham tayyor bo'lishni boshladi o'sha. Yig'di, turg'izdi, mana ichida o'sha rozetka kiradigan tunkalari hammasini qo'ydi. Mana hozir faqat mana bu narsa 2 kun ichida Toshkentda bo'ladi, xudo xolisa. Orqadagi prujinasi bilan shuni o'rnatsa bo'ldi. Bu o'sha polni 100% tayyor bu ham. Buni yaxshi tarafi mana Mahmudga qistirib qo'ysa ham bo'ladi. Xohlagan tarafiga qistirib qo'yib ishlata oladi bu narsani. Mana. Sotuvda ham alohida sotuvga chiqadi.